Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizga armatura bukadigan stanoklarimizdan yetib keldi. Bugungi video obzorimizda shu apparatlarimiz haqida to'liq ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Armatura bukadigan stanoklarimizni 28 li armaturadan boshlab 40 ligacha armatura bukadigan stanoklarimiz bor. Bu GV40 degan modeli bor. Maksimal 28 ligacha armatura bukadi. Va GV40 modelida kompyuterli varianti bor. O'zi 90 gradusga borib, 180 gradusga borib qaytadigan modeli. Bu ham 28 ligacha armatura bukadi. GV45 modeli bor. Bu ham kompyuterli, o'zini o'zi boshqaradi. 32 ligacha bo'lgan armaturalarda bukib beradigan modeli bo'ladi. Xo'p, bu GV50 modelda arzonroq varianti va bu qimmat varianti bo'ladi. Bu remelli, bu shesternali bo'ladi. Endi ikkalasi ham lekin 40 ligacha bo'lgan armaturalarni bukishga mo'ljallangan. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, hozir apparatlarimiz to'liq ma'lumotlarni va narxlarini aytib boramiz. GV40 bu apparatimiz 32 ligacha armatura bukadi. Motori 2 kW bo'ladi, 380 voltda ishlaydi. Jami vazni 150 kg bo'ladi. Hop, buni narxini $660 ga beramiz. Bu o'sha ro'shnoy variantda bo'ladi, ya'ni pedali bo'ladi. Pedalni bossalaring 190 gradusga borib qaytadi. Bu modeli GV40 bu ham 28 ligacha armaturalarni bukishga mo'ljallangan. Bu ham pedali bor, ham ro'shnoy, ham kompyuterli. Kompyuterda bosib qo'ysalaring o'zi 90 gradusga borib kelib turaveradi. Mana ichida ko'rishlaring mumkin. Mana o'zining pedallarigacha mana bor. Yashikchasida o'zi nasatkalari mana. Har xil 22 li armaturaga, 28 li armaturaga yoki kichikroq armaturalarga har xil graduslarga qo'yib bukayotgan nasatkalari bo'ladi. Motor 3 kW, 380 voltda ishlaydi. Bu apparatimizning jami vazni 220 kg atrofida bo'ladi. Narxi $700 dan qilib beramiz. GV40 ligimiz motori mana ko'rishlaring mumkin. 3,5 kW atrofida bo'ladi. Jami vazni 260 kg bo'ladi. Bu ham kompyuterli 32 ligacha armatura bukadi. Narxini esa $750 ga beramiz, kimga kerak bo'lsa. Endi hozir mana GV50 40 ligacha armatura bukayotganimiz ikki xil modeli bor. Bu shesternali varianti arzonroq bo'ladi. Bunisi esa remenli, ya'ni o'sha series reduktordan remen chiqqan varianti qimmatroq bo'ladi. Bu uncha-munchaga nagruzka kelmaydi. Nagruzka kelgan taqdirda ham remen cho'zilishi mumkin, lekin shesternaliga o'xshab shesternalarni tishlarini sindirib olgan holat kuzatilmaydi. O'shaning uchun narxida raislik qiladi. Bu ham kompyuterli, ham pedalli, ham ro'shnoy, xohlaganlarga olib o'tkazib ishlatsalaring bo'laveradi. Narxi $850 ga $900. Kimga shunaqa apparatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin. Optim narxlarda birinchi qo'l asosida premyer Xitoydan olib kelinadi. Kimga kerak bo'lsa, kelaverasizlar. 12 viloyat bo'yicha dostavka xizmatlarimiz bor. Manzilimiz so'ragan akalarimiz uchun manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massiv, Malina Sitavor yonginasida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Do'konimizda armatura kesik, osim tekislik stanoklarimiz, undan tashqari qurilish texnikasiga qanaqa stanoklar kerak bo'lsa do'konimizda mavjud. Bemalol telefon qilaverasizlar. Ekran ostida nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib zakaz berishlaring mumkin. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yarasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.